Salom do'stlar, sizlar bilan Raytheon kanali. Bugungi videomizda iPhone telefonlarini to'g'ri nastroyka va optimizatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishlarini iltimos qilaman. Video tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Unda biz videoni boshladik. Birinchi bo'lib bizga xuddi shu ilova kerak bo'ladi. Buni App Store'dan yuklab olsanglar bo'ladi. Tiramiz va memory bo'limiga o'tib, telefonimizdan keraksiz fayllarni va keshlarni o'chirib tashlashimiz kerak. Buni hech qanaqa telefonga zarari yo'q, faqat foydasi bor. Telefon o'yinda ancha o'zini yaxshi his qiladi. Bu yerga polniy nastroykada qilinadigan ishlar videodan ko'rib, bemalol nastroykangizni to'g'irlab olsangiz bo'ladi. Agar nastroykani tushunib to'g'irlaydigan bo'lsangiz, o'yingiz o'tganini sразу his qilasiz. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Raytheon bo'ldi.